Inkubatorlarimiz upakopka ishlari davom etyapti. 4 ta 2000 talik inkubatorimiz Toshkentga chiqarib yuboryapmiz. Inkubatorimiz sifatiga baho berasizlar. Teshiklarini ham bunaqa qilib jaluzi qilib yopib qo'yganmiz, sichqon kirmasligi uchun. Bilsalaring, oldingi inkubatorlarimizda teshik bo'lardi. Bitta klientimiz aytdi, erta bahor deydi, inkubatorda ochib qarasam deydi, sichqon deydi, pokta orasiga kirib bolalar boribdi deydi. Darrov chorasini ko'rdik. Ichkaridan ham mana to'sib qo'yganmiz. Xo'p, inkubatorimizni qulayli tomonlaridan bittasi 2000 talik inkubatorimiz bu. Hammasi bir xil, faqat razmerida farq bor xolos, ishlash prinsipi ham bir xil. Latoylarimiz ham hech qayoqqa tushib ketmaydi, bemalol tortib olib ishlatib. Shunaqa palasalari bor hammasida. Tagida ham keng joy bor mana. Aylantirib ishlatsangiz ham bo'ladi. Har 3 kunda 2 tadan, 3 tadan latoy qo'yib, konver usulida ishlatsangiz ham bo'ladi. Inkubator tanlashda adashmang. Ekbox kompaniyasi mana 10 yildan ortiqroq mobaynida inkubatorlar ishlab chiqaryapti. Ekranda telefon nomerlari qoldiramiz. Kimga zarur bo'lsa, marhamat, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bunisi pusta ekan, shunisini ko'rsataylik. Mana yuvib tozalagani ham juda qulayda bu. Hech qanaqa lishni narsasi yo'q, ana qo'lingizni kesmaydi, artmaydi. Shunaqa qilib bukib to'g'rilab qo'yganmiz, chiroyli qilib. Bemalol artib yuvib tozalayverasiz. Mana pakopka jarayonimiz ham